Yolg'on gapiradigan odam ulardan dunyoviy foyda olishi kerak, to'g'rimi? Lekin qilgan ishlardan o'ziga foyda beradigan hech narsa yo'q. Aksincha, ularga juda qiyin bo'lgan narsalar bor edi. Ular kunlab roza tutardilar. Ba'zan faqirlar tufayli saharsizlik va iftorsiz roza tutganlar. Oysha roziyallohu anhu aytadilar, ba'zida uning uyida 2 oy davomida ovqat pishirilmas edi. Kechalari soatlab namoz o'qirdilar. Tahajjud namozi nima? Kechaning oxirgi 3dan 1da uyqudan uyg'onib namoz o'qish emasmi? Musulmonlar uchun bu ibodat sunnat, ixtiyoriydir. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun bu farz edi. Nega ular hech kim ko'rmaydigan tunda o'zlarini shunchalik qattiq qiynar edilar? Yolg'on uchunmi? Ular 23 yil davomida olib kelgan dinga hammadan ko'ra ko'proq ergashar, hammadan ko'ra ko'proq ibodat qilar, boshqalardan ko'ra kamroq gunoh qilish ehtiyotini qilardilar. Dunyoning eng yolg'onchi insonida bu xususiyatlardan ozgina bo'lsa ham bo'lishi mumkinmi? Ular buni maqom, pul, ayollar uchun qilyapti. Bularning barchasi qarama-qarshi tomondan taklif qilingan va ular bergan javob har doim bir xil bo'lgan. Agar quyoshni o'ng qo'limga, oyni chap qo'limga qo'ysangiz, men bu ishimni tark etmagan bo'lardim. Shuning uchun ular aytadilar, mening kurashim hech qanday dunyoviy manfaat bilan bog'liq emas. Agar menga butun dunyoni, hatto oy va quyoshni ham bersangiz, taslim bo'lmagan bo'lardim.